Harakatda juda kuchli cheklovlar bilan kelgan va kuchli og'riqlar, uvishishlar bilan kelgan dodamiz bizada 7 kungina muolaja oldilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Mana bitga men kelganimga mana 7 kun bo'ldi. Kelganimda kalaskada keldim. Xotinim olib kelgan edi. O'zi operatsiya bo'ladi degan edi. Poзвоночник qiyshaygan ekan, temir qo'ydi. Hafsalam bir temib ketdi. Shu yerga keldim, skelet klinikasiga. Xudoga shukr, mana hozir yaxshi yuryapman. Allohga shukr, ming qatga shukr yuryapman. Shunga men shukr qilyapman. Sizlar og'riqlar 3-52 da edi, adashmasam 53-52 da poзвоночникda. Oyoq tortishi, uyushib og'radi. Kalaskada keldim. Yo'q, hozir yaxshi, yurish mumkin, lekin normal. Allohga ming qatla shukr. Bismillah. Bu izdagi muammolar qiynalayotganligini tavsiya berasiz. Bu masalada nima desam, men bergan maslahatim oldindan o'ylab ko'ringlar, lekin men tavsiya beraman shu klinika skeletga. Men bundan oldingi ko'p joylarda bo'ldim. To'g'risini aytganda, hafsalam bir tem bo'lgan edi. Ishqi va hozir mana yuryapman. Shularni qilgan mehnatlariga ming qatla shukr. Rahmat. Og'riqni kuchidan harakatlanishga qiynalmoqdamisiz yoki shunday yaqinlaringiz bormi? U holatda skelet jamoasi sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.